Assalomu alaykum, sizlarni kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Srochniy narxda videoni oxirigacha ham ko'ring. Bunaqa narxda aniq bunaqa uy topa olmaysizlar. Shayxontohur tumani Beltepa mahallasi. Mahalla eski o'zbegona zo'r mahalla, maktab, bog'cha, basseyn, hamma narsa bor. Magazin, supermarket, xullas, lokatsiya juda udobniy joyda joylashgan. 2,5 sotuv yashil hudud bor. Bitta mashina sig'adigan xonamiz, 60% podval, darvozaxona, kalitki eshik, bu yoqqa naves tashagan ekanlar. Kameralar ham qo'yilgan. Letniy kuxnya qilsa bo'ladi. Uylarni bitta obzor qilib beraman. Like va podpiska esdan chiqmasin. Duo qilib turasizlar va niyat qilib turasizlar. Kurush prixoshka eshigimizdan ko'rasizlar. Taqibda kichkinagina shkaf tushadi, oyoq kiyim taxlaydigan joy, kiyim iladigan joy bo'ladi. Chap qo'lini bitta kattagina hol, divan kreslo qo'yib o'tirsa bo'ladi. Chap tarafimiz ko'rdik, o'ng tarafimizda oshxona joylashgan, panoramli oyna, oynadan bemalol ko'cha ko'rinib turadi. Va qandillar hamma narsa ilingan. Zal qismimiz juda chiroyli. Atachentalar, ganchlar juda chiroyli qilingan ekan. Endi jihozlar kelishilingan holatda gaplashilinadi. Tepli pol qilingan. Sanuzel kattagina zo'r chiqqan ekan. Sanuzel kir mashina ham joylashgan, hamma narsa bor. Va ikkinchi qatga chiqadigan zinamiz, podvalga tushadigan zinamiz, orqada havo olish uchun eshik qoldirilgan. Ko'cha kichkinagina ko'chacha qoldirilgan. Havo olish uchun. Родительский spalni ichida o'zini sanuzeli bor. Zo'r tarafi ko'rasizlar, sanuzelda portchka bor va родительский spalnida orqa hovlimizga oyna qilingan. Ikkinchi qavatni ko'ramiz, like va podpiska esdan chiqmasin. Hop, qaranglar, ikkinchi qavatga chiqib oldi. Bu yerga bitta kattaroq lyustrli bo'lsa, juda ham chiroyli bo'lar ekan. Pardasi qolgan ekan. Shunday chiqishinglar bilan uzungina koridor. Juda chiroyli, patologiyani spesialni pastroq qilishgan ekan, suvni ushlab turish uchun. Domofonlari bor. Ikkinchi qavat zali juda ham chiroyli, juda ham shinam chiqqan ekan. Shaxsan o'zimga yoqdi. Niyat qilib qo'yinglar baribir. Juda zo'r ekan. Bolalar yotoqxonasi. Bittadan nimadir qilib foydalanib olsa bo'ladi. Yana bitta bolalar yotoqxonasi. Общий sanuzel, hojatxona, hammom, tualet va родительский yotoqxona ota-onalar uchun mo'ljallangan. Mebel texnikalar endi kelishilingan holda gaplashilinadi. Men aytadigan summada mebel texnika paka yo'q. Ichida o'zini sanuzellari bor. Hop, azizlar, narxi vahshiy bomba chiqyapti. Ushbu ko'rgan hovlilar narxi keladigan bo'lsa, $240,000 srochni azizgina o'tib beradigan joyi ham bor. Shoshib olinglar, tez telefon qilinglar, tez kelib ko'rmasanglar bo'lmaydi. Baraka qilish kerak. Bu uylarda yaxshi inson bo'lib, barakali bo'lib yashab olish kerak.